Navbatdagi Gentra avtomobilimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi top-toza ekan. Balon holatdan ko'rinishlari. Yurib o'tgani 43 ming kilometr deb aytib o'tilyapti. Salon holatdan ko'rinishlari. Pozitsiyamiz bir mexanika monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. O'rindiqlarda chexollar yo'q, lekin ko'rlar tashab qo'yilgan. Gazi qanaqa aka buni? Metanmi, propanmi? Propan. Bunisi propan deb aytib o'tilyapti. Plus gazi propan ekan. Uzoqroq vaqtga nasiya chiqadimi? 1 yil 6 oyga. Faqat naqd pulgami? Telefon raqami aytaylik. 91lik 610 0560. O'zi pulini nech bildingiz? 11200 beramiz. 23 $11200 dollardan o'tib beramiz deb aytib o'tilyapti do'stlar. Kraskasi topza, tabletga propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. 4 ta yumshoq baloni bor. Oq rangdagi Gentra avtomobilimiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqa chiqasiz. Bir narsani so'rash esdan chiqibdi aka. Texnik holatida ish yo'q, ha? Xo'p. ABS konditsionerlar ham cho'tki ishlaydi, tushunarli. Gentralar yurgan do'stlarimiz jo'natib qo'yamiz. Gentralarda davom etamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi-chi? 15%, 20% chiqsa kerak. 15-20% kraskasi bor deb aytib o'tilyapti. Do'stini mashinasi ekan, shuning uchun do'stlar telefon qilib, telefon raqam qoldirganda bir qator ma'lumotlarni bilib olasizlar. Yurgani qancha? 305 ming kilometr yurgan, birinchi pozitsiyada mexanika. Malibu barlar qo'yib qo'yilgan ekan. O'rindiqlarda chexollari bor, ko'riklari ham tashab qo'yilgan. Gazi qanaqa aka buni? Gazi metan. Bir qator ochib ko'rsatib qo'yaylik-da. Yo'q. Gazini metan dedi, lekin metan emas. Tamam. Mashina o'ziniki bo'lmagani uchun bir qator ko'rsatib qo'yiladigan fikrda bo'ldi. Gazimiz propan ekan do'stlar. Gazi propan ekan aka. Pulini nech pul dersizlar? 7000 dollar beradi. 7000 dollar kam bor. Nasiya chiqaradi bu, beradi. Qancha vaqtga? 5-6 oyga beradi mashina. Qancha pul bor aloqa chiqsin? Yarim pul bo'lsa yana yaxshi. 50% puli borlar. 6 oyga variantga chiqadi. Telefon raqami aytaylik. Haqiqiy nomeri Aha. 99 99lik 086 086 6626 ixlos. 6626 raqamiga aloqa chiqasizlar. Haqiqiy egasining nomeri. Do'stlar, telefon raqamini olib, albatta to'liq ma'lumotlarni so'rab olasizlar, chunki akamiz oshnasi ekan, o'zi yo'q ekan. Agar biror qanaqalar qolib ketgan bo'lsa, ma'lumotlari so'rab qo'yasizlar. Tushunchasi yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqa chiqasizlar. Sizlar Gentralarda davom etamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, 17 ming kilometr yuribdi. 17 ming kilometr yurgan Gentra avtomobilimiz. Pozitsiyamiz 1, mexanika. Salon tomon, salon holatdan ko'rinishlari, o'rindiqlarga chexollar tashab qo'yilgan ekan, kovriklari ham bor. Qolgan joylari o'zini radnoy holatida ekan. Propan gaz baloni bormi? Propan 4-pakalini gaz baloni. 4-pakalini propan gaz baloni bor ekan. Pulini nech pul deyapsiz aka? 12200 deyapti. 12200 dollar kam bor deyapsiz. Bozor so'radimi? Ishyapti. Sir bo'lmasa qancha qildi bozor? Qo'l qisgani. 11600 qilishdi. 11600 ga naqqa bermadingizmi? Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zimni. O'zingiz mashinangiz gench ko'radimi? Yo faqat o'tkazib olishganmi? O'tkazib olsa yana yaxshi. Yo o'tkazib olsa yaxshi-ku, endi bilasiz-ku, narxi qimmat. Gench ko'radi, ha? Nasiyasi-chi aka? Faqat naqd pulga. Barterchi? Trektorga bo'lsa naqd. Barter qilaverasiz, kelishib. Tushunarli. Telefon raqami aytavering. 90 527 90 527 48 98. 48 98 raqamiga aloqa chiqasizlar. Dehqon akamizdan Gentra avtomobili aka. Do'stlar, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz kraskasi-chi? Kraskasi mana shu kriloda bor. Mana krilo. Aha. Orqa kriloda hamida bor. Ikkita detal bo'lyaptimi? Ha, ikkita detal. Ikkita detalda kraskasi bor. Qolgan joylar toza deyapti. Balon holatdan ko'rinishlar. Texnik holatida ishi yo'qmi? Yo'q, texnik holatlari zo'r. ABS konditsionerlar ham yo'q ishlar. ABS konditsionerlari ishlab turibdi deb aytib o'tilyapti. Salonlariga chexol kovriklarini zo'ridan chiroylisini tashab qo'yibdi. Salonlari. Yurgani qancha dedingiz?
310 ming kilometr yurgan, monitorlari ham qo'yilgan ekan. Pozitsiyamiz 2 mexanika. Gaz metanmi, propanmi? Gazi metan. Xo'p. Gaz baloni metan deb aytib o'tilyapti. Pulini nech pul deyapsiz? Buni 76. 7600 dollar deyapsiz. Kami bor. Bozor so'radim aka. Bozor endi chiqdi, hali so'radi. Dehqonchilik tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilikda akamiz nasiyasi bormi? Yo faqat naqd pul sotasizmi? Barterchi. Yo'q, barter. Barter ham yo'q, faqat naqd pul. Telefon raqami aytaylik. 95lik 95lik 077 077 26 16. 26 16 raqamiga aloqa chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Gentra avtomobilimiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz. Kraskasi qanaqa? Kraskasi aka to'ra eshikni moldenni pastida sepilgan, ishlangan. To'rali eshikni moldenni pastida sepilgan, ha? Karnizda yo'q. Qolgan joylari toza. Xo'p. Yurgani qancha bo'ldi? 135 ming kilometr yurib o'tgan ikkinchi pozitsiyada Gentra avtomobilimiz. Ajoyib holatda. Chexollar tashab qo'yilgan ekan. Ko'riklari ham bor. Korobkamiz mexanika. Gazi bormi? Metan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Texnik holat qanaqa? Ishi yo'qmi? Texnik holatida ishi yo'q deb aytib o'tilyapti. ABS, konditsioner hamma yo'q ishlaydi. Shumka polnimi, 4 teshikmi? 4 teshik shumka qilib qo'yilgan ekan. Pulini nech pul deyapsiz? 9300 kami bor. Bozor so'radimi? Qancha qilish sir olmasa? 8650. 8650 qilishda aka deb o'tilyapti. Katta bo'lsa ham balonlari holati. Raqam aytib qo'yaylik. 88 lik. 88 lik 766 37 37. 766 37 37 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Gentra avtomobilimiz.